Assalomu alaykum zamonaviy mebel kuzatuvchilari. 3 oydan beri video qo'yamiz. Uzoqlashib ketdi. Xudo xolasa bundan buyog'iga videolar to'xtatmay qo'yishda davom etamiz. Hop, bugun ham 5-6 xil ishimizdan tayyor bo'lgan edi. Shularni sizlar uchun qisqacha chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib beramiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga bitta like bosib, kanalimiz manfaatli videolar chiqarish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, bo'lmasa biroshkatdan boshlaymiz. Lisva, yong'oq, chinor hammasidan tayyorlagan. To'g'risi bugun chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Xo'p, ko'rib turganinglar, o'naktali lisva rossiyskiy og'ochda bo'lgan, bronza svetda qilib sepilgan, ko'rishlar mumkin. Materialli qilib mana bunimiz noshkali qilib chiqarganmiz. Noshkali deganlarga noshkali, tumbali deganlarga tumbali qilib chiqarib beraveramiz. Mana yaxshilab e'tibor berib ko'raverasizlar. Tepa guli ham, past guli ham bir xilda kelgan siznasiniki, xudo xolasa. Xo'p, xonin razmeriga keladigan bo'lsa, o'naktaliginiki uzunligi 2.75 ga, eni 1.10 bo'ladi. O'naktaliginiki, undan keyin sekin-sekin ko'tarilib ketaveradi. Xo'p, bunimiz orqalari mana e'tibor berib turasizlar. Materiallarni ham cho'tkilardan qo'yib. Xo'p, keyingisi mashinamizning shampan svetidagisi chesterli qilib ishlangani. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bunimiz tumbali qilib ishlangan mana. Narigini ham tumbali deganlar uchun tumbali, noshkali deganlar uchun noshkali qilib beraveramiz. Bunisini ham, unisini ham farqi yo'q. Xo'p, bunimiz ham xonin uzunligi 2.75 ga 1.10 bo'ladi. Ko'rishlar mumkin mana. Bu orqalari mana. Ishlar cho'tki chiqqan, xudo xolasa ishlarimiz. Xo'p, bu ishimiz bilan bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsa, ikkovini ham narxi bir xil, rangida, materialda farqi yo'q. Xo'p, narxi 2.900.000 so'mdan aksiya narxida Ramazon oyiga chiqarib beramiz. Bemalol pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, mana shu ishimizni shampan svet sepilganidan ko'rishinglar mumkin. Anatomik materiallardan qo'yib ishlangan, chesterli qilib. Hop, bunimiz ham tumbali qilib chiqarilgan mana. Ko'rishinglar mumkin. Hop, bu ham o'naktali. Bunisini ham uzunligi 2.75 ga 1.10 bo'ladi xonini. Xo'p, machalkasi tepa qavati 3 sm dan qo'yiladi, pastkisi piramida shaklda 9 sm qo'yiladi. Xo'p, bunimiz narxi 3.200.000 so'm aksiya narxda qo'yardik buni ham. Xo'p, keyingisi yana ham chiroyliroq fasonda so'raganlar uchun mashinamizni oq svetda bo'lgani, materiallarni ham ko'p material qo'yib moshni o'tirgan. Xolasa ishimizga gap yo'q. Cho'tki chiqqan. Xo'p, mana buni tumbalari boshqacha tumba qilingan. Onlari ham mana boshqacha qilib chiqarilgan. Xo'p, ko'p materiallar qo'yib qo'yilgan, chesterli qilib ishlangan. Mana gullariga tillalar sepib qo'yganmiz. Pastlarga sepganmiz tillalar. Xo'p, orqasi ham mana chiroyli qilib chiqqan, xudo xolasa. Xo'p, bunimiz o'naktaligi 3.300.000 so'm chiqarib beramiz obunachilarimiz uchun. Xo'p, keyingi ishimiz har doim ishlab chiqaradigan splashli spink ishimizdan shampan svetda. Xo'p, buni ham narxini anchalik tushirdik. Ko'rishlar mumkin. Anatomik materiallar qo'yilgan, chesterli qilib ishlangan shampan svetdagisi. Xo'p, bunimiz narxini 3.400.000 so'm qilib chiqardik. Aksiya narxda. Xo'p, bunimiz oq. Shunimizni oq svetda bo'lgani. Bunga mirar materiallar qo'yib chesterli qilib ishlangan. Buni ham mana
tepa gullariga, oldiyoqlariga tillalasek qo'yilgan. Rangida, materialda farq bor. Xo'p, bunimizni ham rangi, materiali o'zgarsa farq qilmaydi, puli bir xil bo'ladi. Buni ham narxi 3.400.000 so'm chiqadi. Xo'p, dastavka xizmatiga keladigan bo'lsak, dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. Andijon viloyatining ichiga bepul qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga chiroyli narxda qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Bagatti fasonda chiroyli qimmatroq ishlardan so'raganlar uchun Monika Cobra bizdan tayyor oldi. Mana ko'rishlar mumkin. Shampan svetda bunga ton materiallardan qo'yib, chestilik qilib ishlangan, mana ko'rishlar mumkin. Xo'p, bunimizni tepa qavati 3 sm dan qo'yilgan, machalkamiz pasti 9 sm dan qo'yilgan. O'zingizlar bir baho berib berasizlar. To'ldirib qo'yiladi bularga. Hop. Irg'am zarlarimizdan ishlatilgan tepa past. Ko'rishlar mumkin. Mana orqalari. Orqalariga pardalar qilib, broshkalar qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa. Ishimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas, cho'tki chiqqan. Hop, bu ishimizni ham xudo xolasa aksiya narxda qilib tashladik Ramazon oyi uchun. Hop, bu ishimizni 12taligi 6 million so'mga chiqarib beramiz. Hop, xonani uzunligini aytmayapman. Xonani uzunligi 3.20 ga 1.17 bo'ladi. Hop, endi mana shu Monika Cobra'mizni qoplama fasonda ishlangani, ustidan material qoplangani. Bunisini ham bitta ko'rib, baho berib ko'rasizlar, cho'tki chiqqan, xudo xolasa. Mana fastlari ham. Tumolarga ham e'tibor berib berasizlar mana. Bu tarafda ishimizni bu qoplama fasonda bo'lgani. Mana orqalari. Buniki ham pardali qilib broshkalar qo'yib qo'yilgan. Hop, buni ham uzunligi 3.20 ga 1.17 bo'ladi. Hop, buni 12taligini 6.5 million so'm qilib beramiz, qoplama fasonda bo'lganini. Barcha ishlarimizdan tayyordan bo'lmasa ham zakaz qilsanglar, zakaz qilib beraveramiz. Tayyori bizda kamdan kam turadi, tayyor bo'lish bilan chiqib ketadi. Shuning hisobiga tayyor turmaydi. To'ylar, biron narsalarga oladigan bo'lsanglar, shu 5-6 kun oldin telefon qilib zakaz berib qo'yinglar, shunga qarab chiqarib beramiz. Hamma fasonda, hamma nimasidan bo'lgan. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimiz manfaati uchun obuna bo'lib qo'yasizlar.